Dubayda uy egasi qaysi shartlarga ko'ra ijorachini ijara shartnomasi tugamasidan oldin uydan chiqarishi mumkin bo'ladi? Birinchisi, ijorachi ijara pulini to'lamasa va ogohlantirgandan so'ng 1 oy ichida to'lovni amalga oshirmasa. Ikkinchisi, mulkni boshqa bir shaxsga ijaraga bersa, ya'ni o'zi ijaraga olib, uchinchi bir kishiga subarendaga bersa. Uchinchisi, mulkni noqonuniy yoki axloqqa zid maqsadlarda ishlatsa. O'ylaymanki, buni hamma tushundi, ya'ni massaj sentrlar ochsa. To'rtinchisi, mulkdan kelishilgan maqsadda foydalanmasa, ya'ni o'zi turar joy olib, o'sha turar joyini ofis qilib ishlatsa. Beshinchisi, mulk foydalanish uchun yaroqsiz bo'lsa, ya'ni siz yashab o'tirgan bino qulash xavfi bo'lsa. Oltinchisi, uyni egasini ruxsatsiz uyni arxitekturasiga zarar keltiradigan holatda uyni ta'mirlasa. Yuqoridagi barcha holatlarda uyning egasi ijara shartnomasi tugamasdan bo'lsa ham ijarachini uydan chiqarish huquqiga ega bo'ladi. Mana shunday Dubay ko'chmas mulkiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun mening kanalimga obuna bo'lishni unutmang.